Akalar, mashinamiz orqasidan avtobus urgan, ko'rib turibsizlar, juda ham qattiq Spark holatiga aylantirib qo'ygan bu mashinamizni. Ishoninglar, rosa ham yumshoq mashina ekan, g'ijim bo'lib kirib ketgan akalar. Bu mashinamiz ko'rib turibsizlar, 2024-yilda ishlab chiqarilgan 10X avtomobili, juda ham qattiq urilgan. Даже orqa krilo, fara, bamper, bagajlari g'ijim bo'lib kirib ketgan. Salon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, salon holatda airbaglari otmagan. Lekin mashinamizni oldida ham udari bor akalar. Mana operator oldida ham ko'rsating. Kapot, krilo, fara, bamperlarda udarlari bor. Ko'rib turibsizlar. Bu oldi bilan ham nimagadir borib tekkan. Egalari aytmadi, faqat orqasidan avtobus urgan. Motor korobkalari zo'r turibdi akalar. Ideal holatda OX. Xullas akalar, bu mashinamiz egalari bizga Instagram profil orqali murojaat qilib, 10X'imiz bor, orqasidan avtobus yetib olgan va sotib olamiz deyishdi. Bizga murojaat qilishdi akalar. Borib ko'rib sotib oldik. Xullas, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaveringlar. Tanlovda adashmanglar.